Bugun pechini pishirish uchun qaysi markadagi pechni olib kelding? Mi brendidagi yangi pech. O'zingchi? Menda oddiysi. Broadfire'dan X-Max pechkasi. Buni lo'lilardan olganing ko'rinib turibdi-yu. Meni aldamoqchimisan? O'zingcha momangdan qolgan pechni olib kelib menga maqtamoqchimisan? Chenchao. Chencho, uydamiz qozoningni olib keldingmi nima? Bu qozonni katta bobom ishlatganlar. 9-darajali pishirish pechi. Ajoyibsan, Chencho. Men senga kamqut bo'lib qoldim. U aniq uyatsiz bir nimalar haqida o'ylayotgandir. Xayrli tong, Songru. Bangli. Ayni damda Songroning boshida afsun belgisini ko'rib, u darhol bildi. U o'sha paytda Songroni sehrlab qo'yganini to'satdan. Shunda u uning yoniga borib, Sonro, bo'ldi. Endi yaxshi. U nima boshini silab qo'ydimi? Va aniq bu qiz senga qaramaydi. Nima bo'ldi? Xonam. Xonam. Nima? Mamanga nima bo'ldi? Bugun biz asosiy hayotiy tabletkalarni qanday qilishni o'rganamiz. Jarayon juda ham oddiy. Yaxshilab qaranglar. Umid qilaman tez o'rganasizlar. Xo'p. Hayotni kuchaytiruvchi tabletkalarni tayyorlash bosqichlari. Birinchidan yangchin qozonini tayyorlaylar. Keyingisi oltin qom, toshbaqa va ajdarho suyagini olinglar. Uni kesinglar, maydalaylar, ichiga solinglar va qo'yinglar. O'tin olasizlar, maydalaysizlar. Giyohvand ziravorlar, maydalaymiz, solamiz va ozgina tuz, tabga ko'ra yog', og'zini yopamiz, o'tin tashlaymiz, muhrlaymiz va olov yoqamiz. Va eslatib turish uchun 17:00 da xabar qo'yamiz. Xo'sh, hamma yozib oldimi? nima dedingiz? Qaytarib yuboring. Kelinglar, endi sizlardan ko'ramiz. Men ularga nimaga qodirligimni ko'rsatish vaqti keldi. Tabletkalarda olov san'ati kerak bo'ladi. Chen oilasining katta qozoni. U orqali katta miqdorda tabletka tayyorlasa bo'ladi. Va yana isitish vaqtini nazorat qilib turish qiyinroq. Sonro esa hech nimani bilmaydi. Nima, u oilasi uchun muqaddas tozalash mashinasini olib keldimi? Nima bunaqasi mumkinmi? Nima? Kimdir buni qilish uchun mikroto'lqinli pechdan foydalanyaptimi? Ha, mayli, tinchlan. Sehrli vositamni ko'rsatish vaqti keldi. Bu nima? Nima? Bu xazinani qo'lga kiritish uchun juda ko'p pulim va kuchim ketdi.